Bularda jigar sirrozi qachon bu kasallik aniqlandi va qachon tashxis qo'yildi? Bu kasallik 2 yil oldinda Qorinda suv bo'lganmi? bo'lgan. O'zim sezdim. Ular aytdiki, hani B deydi-ku, Gepatit B. B deb tashxis qo'yishdi. Gepamergacha eng og'ir holatingiz qanaqa bo'lgan? Nimalar bezovta qilgan? Qaltiroqlar kuchli edi. Choy qo'yamasam ham qaltirab ketardi. Oxiri mana doktorlarga ham bordim, yotdim ham. O'zgarish sezmadim. Mana bundan keyin Gepamerdan keyin yaxshiman. Qancha qabul qildingiz? 3 oy oshiqroq ichdim. Demak, o'zgarishdan xursand bo'lib o'tiribsiz bugungi kunda. Albatta. Holsiz bo'lgansiz. Rosa holsiz, ertalab tursam choy icholmasdim, ko'nglarim aynib yurardi. Mana bundan keyin yaxshiman, mana shularni iste'mol qilyapman Gepamerni. Assalomu alaykum. Biz Abduqahhor aka ismli hamyurtimizni xonadonidamiz, Bekobodda. Bularda jigar sirrozi bor, yo'q deb bir u deyishgan, bir bu deyishgan, turli usullarda davolanib ko'rishga harakat qilishgan. Ba'zilari biroz samara bergan, ba'zilari bermagan. Shifokor va tabiblarning ko'magidan foydalanganlar, lekin ularning o'zlari mana Gepamer mahsulotini qabul qildik va oxirgi to'xtamimiz shu bo'ldi, so'nggi tanlovimiz shu bo'ldi deb aytib o'tyaptilar. Ularni bezovtaligi juda og'ir bo'lib, hatto men umrimni boricha shu yashab o'tsam roziman degan holatgacha kelgan. Xotira zaifligi yuzaga kelgan, holsizlik, uyquga to'ymaslik, ko'ngil aynishi, ovqatlana olmaslik, holsizlanish va hokazo simptomlar. Hozir ular o'zi bilan bafurja gaplashib, sizni ham hayotingizda kuzatilayotgan ba'zi savollarni ularga berib ko'ramiz. O'zgarishlar zo'r tarafga bo'layotganidan xursandman. Lekin kasallik tarixini biroz eslab o'tishimiz kerak. Albatta. Qachon bu kasallik aniqlandi va qachon tashxis qo'yildi? Bu kasallik 2 yil oldinda. 2 yil oldin o'zim sezdim, ko'nglim aynish kuchaydi. Unda yog' biror joyda o'tsam, yog' dog'lama bo'layotgan bo'lsa, ko'nglim aynib ketardi. Keyin doktorlarga borsam, Toshkentga virusologiyaga boring deb aytishdi. Tekshirtirsam, Nima deb tashxis qo'yishdi? ular aytdiki, hani B deydi-ku, Gepatit B. B deb tashxis qo'yishdi. Keyin dorilar yozib berishdi. Bu dorilarni ichdim. O'zgarish sezmadim. Jigarda o'zgarish bo'lganmi? Sirrozmi, fibroz qanaqadir? Rostga bitta joyga borsam bor deydi, bittasi yo'q deydi. Tashxislar aniq bo'lmadimi, tushunmadim. Bormagan joyim bor. Oxiri tabiblarga bordim. Tabiblar ancha meni qilib qo'ydi. Ko'nglashlarimni yo'q qildi. Keyin tabiblarga borishni boshladim. Endi har xil tabiblar bor. Mana oxiri sizlarda to'xtadim, sizlarniki foyda beryapti. Gepamergacha eng og'ir holatingiz qanaqa bo'lgan? Nimalar bezovta qilgan? Boshim g'ovlab, nima deydi? Holsiz bo'lib, juda duzug'lanib qolardim. Qo'l qaltiroqlari? Qaltiroqlar kuchli edi. Choy qo'yamasam ham qaltirab ketardim. Uyquga to'ymasdingiz? Uyquga to'ymas edim. Mana bundan keyin yaxshiman. Mana shularni iste'mol qilyapman Gepamerni. Qorinda suv bo'lganmi? Bo'lgan. Haligi nima bilan ichdim, machagonni ichdim, yaxshi bo'lib ketdi. Mana undan ichdingiz, choyni. Yo'q, machagon tabletka bor, o'shandan ichdim. Yaxshi bo'lib ketdi. Endi tabiblar hammasi har xil davolaydi-ku. Endi pilla damlab ichdim. Buni ham foydasi bor deyishdi. Shundaqangi oxiri Ich qotish, qabziyatlarga o'xshagan narsalar bo'lganmi? bo'lgan. Qanchada bir kelardi ichingiz? Bir marta salkam 5-6 kun shunday qiynalib Tutilib qoldi. ichim gaz bo'lib ketdi. Qorin shishgan. Yo'q, ishmadi qorin. Endi tarranglashdi, lekin ishib ketmadi. Keyin tabibga bordim, aytdiki, sizda dedi, mana ularni iste'mol qiling deb shularni edi. Ichingiz qotib ketibdi dedi.
sen hali ichingiz suradigan nimalardan iching dedi. Ichdim, yaxshi bo'lib ketdim haligi. Ichim yaxshi bo'ldi. Ha, titroqlar haligilar bari bo'lmadi, haligi o'zgarmadi. Oxiri mana doktorlarga ham bordim, yotdim ham, o'zgarish sezmadim. Mana bundan keyin, Kipamerdan keyin yaxshiman. Bir 80% mana qo'lim qaltirashi ozgina bor xolos. Ozgina. Duduqlanish yo'qolib ketibdi. Duduqlanish bor, ozgina. 5%. Har zamonda charchab qolsam, hammasidan 100% deyman, lekin yaxshi tarafga. Qancha qabul qildingiz? Necha oy? 3 oy oshiqroq ichdim. Demak, o'zgarishdan xursand bo'lib o'tiribsiz bugungi kunda. Albatta, albatta. Yotgan joyingizdan turgansizda endi mana. Unaqa yotib qolganman. Holsiz bo'lgansiz. Rosa holsiz. Ertalab tursam choy icholmasdim, ko'nglarim aynib yurardi. Obedga yaqin sal yerdim bir narsa. Haligi nima deydi, parhez qil deyishardi. Parhez ovqat yeyaversam yana holsiz bo'lib ketardim. Endi hozir parhez qilyapman, lekin 100% emas. Gepamer mahsulotini qancha muddat ichganingizdan keyin o'zgarish sezishni boshladingiz? 2 oy ichgandan keyin o'zgarish sezdim. Nima birinchi belgi berdi o'zgarishda? Belgimi? Ko'ngil aynishni yo'q qildi. Keyin qaltirashlar kamaydi. Keyin shu ma'qul keldi. Yana olib kelar dedim, yana olishdi. Shundan keyin hozir yaxshiman. Darshi ichmoqchiman, ichimman. Davom ettirmoqchisiz. Hozir demak qabziyat ketdi, qorinda suv yo'q. Qaltirash ketdi. Ketdi. Uyquga to'yapsizmi? Ha, uxlayman bemalol. Uyquga to'yib uyg'onyapsiz. Ko'ngil aynish, ishtahasizlik ketdi. Jigaringizni o'zi qildirdingizmi ichganingizdan keyin? O'zi qildirganim yo'q, bundan keyin yo'q, qildirganim yo'q. Bundan oldin tashxis bo'luvdi. Bir xil oxirgisida aytdiki, sizda virus yo'q dedi. Kim sizga bunday tashxis qo'ydi dedi. Endi ichgandan keyin qildirmaganingiz sababi o'zgarish yaxshi tomonga bo'layotganidan-da, to'g'rimi? Ha. Sizlarga buni ichib bo'lgandan keyin bir o'zim qiziqib haligi qilib ko'raman. Tekshirtirib ko'raman. Lekin o'zgarishlardan xursandsiz. Yaxshi. Qayerdan eshitib qoldingiz Gepamer haqida? Bu telefonda qizlarim, o'g'illarim, kelinlarim qidirib topib berishdi. Yaxshi bir nima bor ekan, bir ko'ramizmi dedi. Mayli dedim. Olib kelib ichdim. Yaxshi bo'ldi, ishga qarasam yaxshi qilyapman. Darsh eshitdik keyin. Telefonlashdik keyin mashina holat desak, yana ichinglar deyishdi. 3 oy ichib bir iloj bo'lsa o'zi nimalar tushib ko'ringlar. Iloji bo'lsa menga jo'natinglar deb aytishdi sizlardan. Hali o'zi qilganimiz yo'q. O'zi qilib boramiz ham bir kun yoki jo'natamiz. Demak, boshqalarga ham bemalol tavsiya qila olasiz. Albatta. Endi bir iste'mol qilib ko'rishsin, balki ularga ham shifo berib ketar. Hammaga har xil ekan-ku. Eng muhimi, yaxshi tomonga o'zgarib, sog'lom hayotga qaytganingizda, bu kasallik insonni shu qadar tushkunlikka tushirib qo'yadiki, bo'ldi endi tamom shu bilan ketaman degan fikrga borib qoladi-da odam. Boshida shunaqa gaplar bo'lib ketdi. Bor umrimda yashayman deb bordim. Keyin mana yaxshi bo'lib ketdim, ko'rsangiz. Bu gapni aytsangiz, nafaqat o'zingiz qiynalasiz, sizdan ham ko'ra atrofingizdagilar ko'proq qiynaladi-da. Ancha yaxshi bo'ldi hozir. Ko'rganlar yaxshi bo'libsan, yaxshi tarafga o'zgaribsan deyapti hamma. Qizlaringiz, farzandlaringiz ham xursand. Mashina ichaveramiz, boshqasini qidirib ham o'tiribmiz deyishyapti. Endi darsh ichsak yana undan yaxshi bo'lar. Haligi quvvatsizliklari bor-da, ozgina. Hammasidan ozgina qolgan lekin. Aynan sizga mos qilib mana kompaniyamiz nomidan 1 oylik muolajalar to'plamini sovg'a berib ketamiz sizga sovg'a sifatida.
Buni ichida siropi bor, choyi bor, asalli pastasi bor. Mendan yaxshi bilsangiz kerak. 60 xildan oshiq giyohi bor. Va buni tarkibi, qiymati boshqalarnikidan ancha farq qiladi. Men o'zim ham iste'mol qilganman. Mana ko'rayotganlarga ham hozir aytamiz. Har bittasini tarkibini mana ko'rib chiqsangiz bo'ladi, yozib qo'yilgan mana shu qadoqlariga. Iste'mol qilish tartiblarini mutaxassislar tushuntirishadi. Lekin bizni ko'rib o'tirganlarda oldiga borib buni majbur ichasan deb qo'ymaymiz. Insonlar o'zi tanlov amalga oshiradi. Mana bir insonning hayoti Gepamer orqali o'zgaribdi deb ko'rsatish uchun Toshkentdan Bekobodga keldik. Lekin Buxoro, Samarqand, Qashqadaryo, Andijon, Namangan, Farg'ona qilib ham yuribmiz. Maqsadimiz bitta. Sizga to'g'ri yo'l borligini ko'rsatish, yechim borligini ko'rsatish. Chunki yuqorida aytdik, bu jigar sirrozi odamni tushkunlikka tushirib yuboradi-da. Operatsiyaga borishdi. Ha, almashtirish kerak deyiladi, boshqa donor qidir deydi, pul qidir deydi va hokazo. Kerak emas dedim men, operatsiya qildirmayman. Mana shifosi topyapman, xudo xolasa. Bardavom bo'lsin. Sizni ham hayotingizga yorug'lik kirsin, iloyim. Bizni kuzatayotganlarda ichida shifosini yaratgan egamiz o'zi chiroyli qilib bersin. Sizga ham katta rahmat. Rahmat sizlarga ham. Salomat bo'ling.